Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, shogirdlar, o'g'il qizlar, bugungi hadisni eshitishga tayyormisizlar? Bugungi hadisimiz ham tavba xususida. An Abi Hamzata Anas ibn Malik al-Ansari radhiyallohu anhu xodimi Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاحة متفق عليه رواه مسلم. Anas ibn Malik bilasizlar, bu sahoba payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yoshlik vaqtlarida onalari olib kelib berganlaridan keyin juda ko'p yillar xizmat qilishganlar. Bu kishi rivoyat qilib aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh xursand bo'ladi o'zini bandasini tavbasidan. Sizlarni bittalaring o'zini tuyasini cho'lda yo'qotib qo'ygan bo'lsa, o'sha cho'lda yo'qotib qo'ygan bo'lsa, keyin o'shani topib oladigan bo'lsa, qancha xursand bo'ladi. O'sha yo'qotib qo'ygan tuyasini topib olganda xursand bo'lgandek, Alloh tabaraka taolo bir banda Alloh tabaraka taologa tavba qiladigan bo'lsa, Alloh ham u bandasidan shunchalik xursand bo'ladi dedilar. Va boshqa bir rivoyatda Allohu ashaddu farahan bi tawbati abdihi. Alloh taolo juda qattiq xursand bo'ladi o'zini bir bandasidan. Hina yatubu ilayhi, vaqtiki u Alloh taologa tavba qiladigan bo'lsa. Min ahadikum, sizlardan bittalaring kana ala rihlatihi bi ardi falahatin fanfalatat minhu va alayha ta'amuhu va sharabuhu. Bir odam o'zini tuyasini sahroda vaqtiki u yo'qotib qo'ysa, yoki tuyasi undan uzoqlashib ketib qolsa, uni tuyasida taomi, o'shaningda sharobi bor edi. Faya isa minha, keyin noumid bo'lsa, endi mani taomim ham undaydi, suvim ham, endi men nima qilaman bu yerda ochlikdan go'yo chanqab o'larkanman deb noumid bo'lgan holatida fato shajaratan fastaja'a fi zilliha, o'sha yerda daraxtni tagida bir yonbosh qilib yotgan vaqti bo'lsa, yotsa, faqad ya'isa min rohilatihi, endi o'sha o'zini tuyasidan, o'sha yeydigan, ichadigan narsalaridan noumid bo'lgan holda fabaynama huwa kazalika iz huwa biha qoimatan indahu. Bunda ko'zini qarasa, tuyasi o'zini oldida turgan bo'lsa, yana kelib qopti ekan. Shu tuyasi oldida turgan bo'lsa, fa akhadha bi khitamiha, uni juganidan darrov ipidan tortib ushlab, summa qala, keyin aytadiki, min shiddatil farahi, ko'p xursand bo'lib ketganidan, endi tuyamni topdim deb shu ko'p xursand bo'lib ketganligidan nima derkan? Allohumma anta abdi, ey Parvardigor, sen meni bandamsan. Va ana robbuka, men seni Parvardigorimman. Axta'a min shiddatil farahi, ya'ni ko'p xursand bo'lganligidan shu xato, masalan xatoni aytganligi, ya'ni xursand bo'lib ketganligidan gapini yo'qotib qo'ygan deydi-ku. Gapini yo'qotib qo'yib, shu men seni Parvardigoringman, sen meni bandamsan deb shunday masalan deb yuborgan ekan. Shunaqa bandasidan ham Alloh taolo shu xursand bo'lganidan har kim Allohga gunohlaridan tavba qilsa, Alloh tabaraka taolo u bandasidan shunchalik xursand bo'ladi. Bugungi darsimizda yana bir kichkina hadis tavba xususida buni ham o'qib qo'yaylik. Va an Abi Musa Abdullah ibn Qays al-Ash'ari radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam
Abdulloh ibn Qays Ash'ari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bu hadisni bayon qiladilar. Qola payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloha ta'ala yabsutu yadayhi bil-layli va yatubu musi'a nahar va yabsutu yadahu bin-nahari yatubu musi'ul layli hatta tatli'a ash-shamsu min maghribiha." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, albatta Alloh tabaraka taolo qo'lini yozadi kechqurunda toyinki tavba qilsin, kunduzi gunoh qilganlar tavba qilsin deb kechqurunda Alloh taolo qo'lini yozadi. Va yafsudu yadahu, qo'lini yozadi kunduzi yatubal musiul layl, kechqurun masalan gunoh qilgan odamlar go'yo tavba qilsin deb. Hatto tatli ash-shamsu, hatto oftob chiqquncha min mag'ribiha, to mag'ribdan. Ya'ni Alloh tabaraka taolo to qiyomatgacha shunday masalan bandalariga mehribon. Agar kechasi gunoh qilgan bo'lsangiz, kunduzi darrov tavba qilib oling. Kunduzi gunoh qilgan bo'lsangiz, kechasi darrov tavba qilib oling. Alloh tabaraka taoloni tavba eshigi doim bandalariga ochiq. Alloh taolo hamma bandalariga mehribondir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.